Dongdaemun'da kosmetika brendlarini festivali bo'lib kerak ekan va men o'sha yerga bordim. Mana shunaqa bir qop, bir sumka tep-tekinga narsa oldim. Koreyada tekin narsalarni olish juda ham oson, shunchaki ularning Instagram akkauntiga obuna bo'lib qolsangiz, sizlarga shuncha narsani tekinga berishadi. Endi birma-bir boshlaymiz. Birinchisi uchun maska. Kimga kerak maska? Keyingisi bizada sirchan yuzi uchun yuzni namlantiruvchi One Day Sew brendidan bizada toner. Bu ham toner ekan. Shiringina krem ekan. Yuzni qora tochkalari uchun. Keyingisi bizada Overlaps brendidan Cleansing Oil, gidrogenli masla. Voy, chiroyligina. Keyingisi bizada Cleric View. Bu ham cleanser ekan. Os Dermatology Clinic. Agar brendlarning nomini xato aytgan bo'lsam, meni kechiringlar. Cleanser. Hammasi cleanser qo'ygan. Cleanser. Kimga maska kerak, kommentariyga plyus qoldirsanglar, yuboraman deb hazillashmayman. Keyingisi bizga shunaqa Laborave brendidan serum va toner. Keyingisi bizga shunaqa Liske brendidan bizada body wash. Bizada niacinamide serum. Nuri Glow'dan shunaqa probniklar. Mana bunisi lifting ekan. Wow. To'g'risi bunaqani ishlatmayman, oyimga boraman. Sahifamga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bo'lmasa shunaqa qiziqarli videolardan qolib ketasizlar. Bye bye.